Bunda kımıgın aka. Aka. Bu ne mümkün? Aka. Ne oldu kız? Akamni eslab qoldim. Uni ko'rgim kelib qoldi. Bo'ldi, u eskining gapini qilmang. Nimali degan bilan u mening bir qo'shiq akamda. Uni seg'inib qoldim. Tünögün onun qilgan qiliqlarini ko'rdingiz xo'jinim qizim. Opsig'im shunday qiladi. Akam kamaqillik qilib qo'ydi, apa. Nimali degan bilan u yanala sizning o'g'lingizda. Canım akam nələrimi sağırıb yürgəndi. Uyga qaytib gəlsi bo'pti ekan. Bo'ldi bolam, akangizni gapini qilishmayli. Qo'sig'ingiz ochqanda Çay içəcəkli, apa. ma'qul. Mana hazırlab chiqib sizga choy tayyorlaymiz. Akam bo'lgan bo'lsa billa ichatdik. Shu emasmi? Apa, chiqib akamni izlab taqamdiq. Nələrdim izləb yürəyimiz onu. Bo'ldi bolam, çayınızı için. Ağalardan so'rab baxmamdiq. Bo'ldi bolam, bu eskining gapini qilma. Nimali degan bilan akam tursa. Nələrdə sağırıb yürgəndi. Men ansirab qoldim. Taxmin topganda yenibdi. Akamni bak ko'nglim keldi. Turuklu bizga o'shib qoldi. Nimani o'ylayapti ekan? Men bilamadim. Bir eski yo'lga kirib qoldim o'yla. Ko'nglimga insof bersin. Akam qizadi men bo'lgan to'pa. Eski yo'lga kirib qoldim ekan deb bakni ansirab ketyapti. Bo'ldi, ishmayman. Papa, bak ko'nglim yeri bo'lyapti. Yig'laverma jinim qizim. Akam nima ish qilmishda qiladi? Nima ish qilmishda shunda ranjitadi? Akam sadi nima o'ylayotgandi? Turibla o'zgarib qoldi. Uyga inib kiraman. Men bek ansirab ketyapman u bolani. Qandaqmi qilamiz? Dadasiga 100 kilometr ishlarni qilib qo'ysa bo'lmaydi. Ammo qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz jinim qizim? Xudoyim ko'ngliga insof berar. Bir kun aqlim tepib qaytib kelar, apa. Mimonchilar bag'rin tashib ketgandi. Buning sada nima sabab bo'lgandi, apa? Akam nima ish qilib bunday qiladi? Endi kemiz qanday qilamiz? U qaytib keladimi? Bo'ldi qizim, ko'nglingizni yerin qilma. U qaytib keladi. Bo'ldi, apa. Sizmi yig'laman? Bo'ldi. Sen xayolimni asir qilib ketgan güzel yuragimga muhabbat. Ey yaxshim
siz? Vay. Chaqa kela. Siz nerede? Men hozir cho'nko'rikda. Tez bo'la, men seni saqlab ketdim. Tez bo'la. Siz mesmi nima? Men aşağı saqlab turing. Akşam ağaylar bilan ichib qo'ygan. Beshim bek og'rib ketyapti, tezroq bo'la. Men seni saqlab turman. Bo'la. Tezroq kelgin. Aşağı turing. Hazır var. Maqul paşamsiz. Kesildim kadrin ama sen nedim babada. Nimandaq kelmaydigandu. Oy, men bo'ldingiz Faxriddin. Ko'p kungiz haqbaya yetyapsiz ku. Oy, bu chiroyingiz nimandaq satlashib ketdi. Voy, bu yoqqa kelib o'ltira. Ha, bu yoqqa kelib, bu yoqqa. Bu yoqqa kelib o'ltira. Ha, o'ltira. Siz qachon keldingiz? Satlashmang ha. Men Çaşlarınızın üsüp ketipdi, qarab yaqma aptingizga. mening chechim bilan chattig'ing bo'lmasin. Akşam biz mushada ishgan edik. Mishada qondingizmi? To'g'ri. Mishada qonib yurdingiz. Man qarang, akşam ağaylarimning hammasi bor edi. Biz mushada yashab araq ishgan edik. Bir vaqt qarasam, ularning hammasi ketib qopti. Pulni to'lamabdi danga. Men shunga Bo'ldi, o'rningizdan turing. Pulning hammasini men to'layman. Yo'q, ketmaysiz. Ne ketsiz, sizga deydigan gapim bor, meni o'ltiring ha. Xarajat qilgansiz pul beraymi? Xarajat qiladigan-qa? Siz meni divani ko'rib qoldingizmi? Sizning pulingizni xajmisam bog'i, menga degan pul degan to'kilib turdi-jimi? Bilan deydigansiz. Sen meni nima ko'rib qolding? Men sening hamma pulingni bog'i bir-birlab to'lib yetmajmi? Yo'q, undaq demang ha. Jiras. Bo'ldi, saq vaqtingizni so'zlashaylik ha. Yo'q. Bo'ldi, bu yerga gap talashib o'tirmaylik. Men ketaylik. bugun ketmaymiz. Bo'ldi, yurmas satlashmaylik. O'ltiring ha. Bugun gapni aniq qilib yetib, anda boramiz. Mening sizga deydigan nurg'un gaplarim bor. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Buningda kimni yaxshi ko'rmayman? Men sizga deb qo'yay, mening yaxshi ko'radigan odamim bor. Imdavatsiz, kimingizni ahmoq qilsiz siz? Ha, gapingizni o'chiqsingiz mamti. Kim sizni ahmoq qilibdi? Men sizni ahmoq qila olaman. Bo'ldi, ishchivasiz. Men qarang, men sizni yaxshi ko'rmayman. Men sizga burilib aytmoqchi edim, lekin sharoit pishib yetilmagan. Mening yaxshi ko'radigan odamim bor. Men sizga gapni ochiqni qilib qo'yay. Mening kalam nihoyat saga. Igizbas gap qilib turib, yana masamas deysiz ha? Bo'ldi, qilsangiz olamiki? Mushuni bilsangizlar bo'lmadimi? Men siz saq vaqtingizni ayrim paranglashay. Men sizni shu qadar yaxshi ko'radigan tursam, endi qopib meni yaxshi ko'rmayman deyapsiz. Men sizni yaxshi ko'rdiganingizni bilaman, lekin men sizni yaxshi ko'ramayman. Pul desangiz berib olsam, yana nemishqa meni yaxshi ko'rmaysizkin tangay? Men yaxshi qilib bo'lmadim. Qanday qilsam yaxshi ko'rsiz dangay? Nima desangiz shuni qilib berib olsam, pul desangiz berib olsam, har qanday hojatingizdan chiqib olsam, yana yaxshi ko'rmayman deysiz ha? Sizga zot qanday qiz val kerak? Mening o'g'lim uchrab tashlab qo'ygansiz? O'g'lim bo'lmaychi? Minnat qilmang-a, bo'ldi. Nimandaq odamlar beshni og'irtsiz. Sizga oz pul hashildimmi? Nimandaq qalmashmagan gaplarni qilasiz? Men qalmashmagan gap qildim. Men sizni ahmoq qiladigan qizingizmi? Men sizni ahmoq qiladigan odammi? Meni yuvashchaqlab qolgan o'xshamamsiz? Yo'q. Qilingchimi? Pul verdim de deysiz. Ya bergen pulunuzdan tayini yok. Xuddi kichik balg'ı soski bergandek. Odamni ahmoq qilib, bergen pulga minnat qilib ketganni. Mencha unchalik pulga xushtar emasmi? Faxriddin, bilman sizning ko'nglingizni osh qizib olma. Siz Mayrani yaxshi ko'rsiz, meni yaxshi ko'rmaysiz. Mening o qiz oldin narim komga gap qilmaysiz. Yetanmaysiz. Buni mendan so'rasangiz, men kimdan so'rayman, ha? Men sizga deb berandim ya. Endi men sizga qarzdor emas. Meni yaxshi ko'rmamsiz. Men o qizning izini bosaman deganman. Men buni yana mendan so'rayapsiz-ku. Men sizga aytdim-ku, men sizni yaxshi ko'rmayman. Sizdan o'tinib qolay Faxriddin, undoq qilma. Bo'ldi qiling.
Men ya sizni yaxshi ko'misam. Yaxshi ko'may turib aralashgandan nima foydasi bundaq turmushning qilchi lazzati bo'lmaydi, ha? Bilyapsiz. Men sizga gapni ochiqni qilib qo'yay. Bo'ldi. Mening yana qilgan ozroq ishim bor. Men bangay. Bo'pti. Munosabatimiz mushagicha bo'lsin. Buniki meni izdigichi bo'lma. Bo'ldi. Xo'sh, men ketdim, xo'sh. Akamni saqlamamdiq. Yelim ko'p saqladik. Kelgan bo'lsa bu vaqtcha kam bo'ladi. Uni bir keldi so'rab o'xshaydi. Bu o'g'lon olgandan bir yerda jon etadi. Saqlamaydi. Assalom Jamila xoja. So'rab kesdi. O'rtasida. Guljamal, o'zingizning ahvoli yaxshidir? Xeyli yaxshi, rahmat. Sizlar ahvollari qanday? Xudoga shukr. Hech vaqtimda uxlabmi turaman. Jondan xabar bormi? Hozircha Mayli, yuradigan bo'lib qolay. bizni xabarni olamiz. Narsa yurgan Har qaysilarga tas bo'ldi. Ayol kishi degan shundoq ojiz bo'ladi. shu emas. Uyimni sekayotgan to'qqatsizlar. Elim olsa ko'p jafarimiz tushdi. Bir oy bo'ldi ijara haqini oldilar. Bizga qanday yaxshiliklarni qaytarsa bo'ladi. Ijara vaqti to'shdigan yana 2 kun qoldi ekan. Bizni shu endi yurtga qaytaylik deb shu maslahatni qilyapti. Tijoratga qo'shilishlar. Shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Tijoratdan tek tuzgirak foydam bo'lmasa, urug'da qolamiz yurtda bo'lgandan keyin biz yurtga qaytib ketaylik deb o'ylashdik. Obdan o'ylablar. Mayli amsa. Bizdan o'tib ketgan yerlarimiz kechirib yetaylar. Bizga qilgan yaxshiliklarni hargiz unutib qolmaymiz so'rg'an. Undaq demaslar. Sizlar ko'ngilga kelgan gap so'zlarni o'z kechirib o'tadilar. Men chiqayapsa. Zo'r xalacha, bizning jafoyimizni qaytardilar. Xudoyim buyursa, kutim saqib qolsa, seni yo'qlab alaydi kelaman. Undaq demang Guljamal. Kuchini saqib qolsa, hammamiz xush bo'lamiz. Birdan o'ltirib chiqmamlar. Men chiqaman. Qilib o'rtaslar bo'ladi. Bo'ldi. Quruqqa chiqdilar amsa. Bo'ldi, turib qolsizlar. Men chiqayapsa. Ma'qul. Og'aylarim doim to'yingni qachon qilasan deb men bilan cheqishidi. Uydagilarimizning og'zidan mushi gap. Uyingizga oldirtamda. Oldiratmay. Biz xuddi to'yni ular uchun qilib beradigandak, "Ha, desizlar, to'yingni qachon qilasan deb beshini bek oxirtib ketib bordi. Jo'nglar deganza odamni ishiga aralashmagan yaxshi. Sizmi xalqning ishiga aralashamsiz? Yo'q. Aralashmagan yaxshi. Singan neni niyab uyda jim o'ltirsa bo'ladi, xalqning beshini oxirtib. Shu emasmi? Sizga biroz yo'l ko'rsatmasmi? O'zingizning yo'lini o'zingiz topalaysiz. Siz degan aqlli qiz, nurg'un qiz o'g'illar bor, ota-onasiga yo'lni bilib Ota-ona degan balani o'ylaydigan gapkan shu. Ba'zi ota-onalar balam yomon yo'lga kirib qolmaskan deb dakki-dakki yuriydi ekan. Mahira. Siz ba'zi ishlarni bek atrofli o'ylaydi ekansiz. Men sizni mushtarpangizga bekmi qoyil. Ishnasiz. Vay, bağımsız Mayra. Ha, siz miydiniz? Siz nerede? Men hazır su üstü baktısını aldı da. Ha, ma'qul. Shiyat ko'rishaylamsa. Ma'qul, xo'sh. Kimkan? Voy qarang, bir do'stimning puli yetib ketibdi. Puli yutib ketibdi demsiz? Ko'p kundizda? Avtobusda yutirib qo'ygan o'xshaydi. Siz unaga yaxshicha bo'lib izdish beraydi otamsiz? Diqqat qiling. Sizning pulingiz yutib ketmasin yana. Sizni
yalğız qaldırıp mağdıgan boldım. Bapta, beri. Xoş emse. Şundaq issiqda baqcha ilinib sayli qisni nimaga rahat, a? Baqcha aylanishga ajoyib mehringiz bor sizning Dilmurod. Yanılar sizga bo'lgan muhabbatim yetmaydi-da. Rasman. Mushundaq savolni so'ramdiki. So'rsam ne bo'pti? Yaxshi ko'rishimdan gumonlanyapsiz. Nada kim deysiz? Dilmurod, sizga deydigan gapim bor edi. Ha? Qani, gapiring. Kecha O'tganda o'xshab kelgan. bo'ldi qilaman. O'tganda meni bir yil opirman deyapmiz bu. Opamidingiz. Men cho'qib oldim, xotirjam bo'laman. Rasman. Nima qilmaydigan? Nima qilyapsan? Ey, sen kim? Ha? Meni shundoq aldimoqchisan? Ey, Gap qila. sen nima qiladaysa? Bu Gap qizni qila, qo'yma. voy, nega? Nega yutib borma, ha? Gap qila. Bu Gap qizni qila. nima qaradaysa? Desa, Bo'ldi qilinglar, ha? so'qishmanglar. Nima chataqa? Nima shartligim bo'lmay ekan? Seni Bo'ldi. Nima shartligim bo'lmay ekan? So'qishmanglar. Bu meni muhabbatim, ha? Chiqasan. Bu men, Bo'ldi. gap qila buni yaz. Men Gap qila. tonimayman. Ha, gap qila deyman. Uni rasul Men tonimayman. to'nmamsa? Tunumusan o kim o'amsa? Men rasul Degina. tonimayman. Meni birdan to'nmasib qoldim. Tunumusan o zodi kim o? Voy, meni qishimda ketgan emasmidi? Ey. U degan mening muhabbatim juma. Nima muhabbatim? Men aralashqili 3 yil bo'ldi. Men aralashqili 4 yil bo'ldi. Nimadan deb yuriydim o? Ey, gap qila, u kim o? O mening saboqdishim. Ha? Salat deysan ha? Undaq meni ahmoq qilatamsan? Dilmurod, men sizga tushundiray. O mening Nimani tushundirsa? Ey, Ha? gap qila. Men seni nima? Savodishingmi? Necha vaqtdan beri meni mushunaq ahmoq qilib kelding, ha? Gap qila. Gap qila deyman. Ey. Meni mushunaq ahmoq qilamsan? Ha? men sizga Nimani tushundiray. tushundirsa 3 yildan beri meni mushunaq ahmoq qilib kelsan-da? Dilmurod, men sizni yaxshi ko'raman. O'tib bora nere? Siz 3 yillik aqidam. Undaqni deb ketmang, Dilmurod. Savoqdishing bo'lsa ashtaq muomala qilamda sana? Ha? Men nim ko'rib qolding, ha? Ishingni qilaman, ha? Aytdim. Ko'zingni ko'ringicha ma.
Qandaq, ko'rdingmi? Meni aldab qandaq kimga qolding, ha? Unimi aldiding, menimi aldiding. Isib, sen qilgan aqidam, sen xashlagan pullarim, menimi aldiding, ha? Meni kechiring Faxriddin, men ezibdiman. Nima o'rgangansa bundan ikki yuzlilikni, ha? Nachar bir nima ekansa, juma sen. Men sana aytib qo'yay. Manqira. Qillan silkit obdanroq o'ylab baqa, manqira. Gapni ochiq qilib ber. Necha vaqtdan beri meni bilmaydi deb qolganmisan? Men hammani bilib turman. Har doim sen telefon kelsa, kim o deb so'rasam, savodishim, do'stim desa, men buni bilamigidek odamman? Ikki qiyiq tang dasigan odamning oqibati mana shunday bo'ladi. Buguncha mushuning hisobini berasan, bilib otamsan. Qani gap qila. Ha? O'zadi kim? Meni kechiring. Men Kechiring? Meni Men kechiring. seni kechiramayman. Xiyolingda yana meni aldayman deb qopsan-da. Qani gap qila. O sultanimni aldab yuribsan, menimi aldayman deb qopsan-da. Qani gap qila. Gap qila, manqira, ha? Gap qilmamsa, ha? Mushu o'soliqlaring uchun seni bo'g'izlasam ochiqim chiqmaydi. Men bundaq pastkash bir nimaga uchrab qolgandim-man. Navodi men bugun ustunga tushib qolgan bo'lsam, yana meni ahmoq qilib yuramda. Gap qila, davotman. Gap qilmamsa, ha? Bugun gapni ochiq qilib bitaylik. Meni ahmoq qilib nomus qilmamsa? Meni kechiring Faxriddin. Men seni kechirmayman. Mushundaq nomussiz ishlarni qilib, yana menda kechirib so'rayapsan? Nima degan qilinma sen? Gap qila, ha? Hammasini bilmaydigan. Mushu qilganlaringcha hamon bir kun pishayma qilib qolsa, gap qila. Men sana aytib qo'yay. Buniki meni hargiz izdigichi bo'lma. Men sana aytib qo'yay. Meni oldig'iningdan hamon bir kun qisosini tatib qolasan. Yashashning o'zi bir qismi. Ajoyib, ochiq bir qismi bo'lsa kerak. Ona bag'ridan ona tuproq ustiga shuncha pokiz, shuncha aziz inson sutiga tushgan odamlarning hayotdagi taqdiri har xil bo'lgan o'xshaydi. Taqdirni ba'zi odamlar garchi o'zgarsa-mu, kunlarning birida o'zi yo bilib, yo bilmay taqdirning har xil chaqchaqlariga sar bo'lib, baxtsiz yashashning qurboniga aylanib qoladi. Yashash odamlarning o'xshamagan qismatlarga duchor qilgan binolardan boshlab, odamlarning yashashga bo'lgan muomalasida odam hayron qolgudek zo'r o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu odamlarning texmo baxtsiz qismatining yana bir boshlanishi bo'lib kelishining ishoratidir. Birisiga qilgan bilan yana birisi men qilib ekan emasmi?
Nusrat meni yaxshi ko'rdi. Men undan o'zimni qochirdim. Men Mahirani qo'g'lashib edim. U yana bir aylani qo'g'lashdi. Nimandaq murakkab turmush bu. Men qandoq bir odam bo'lib tug'ilib qolgan bo'g'itim bu dunyoga. Menga bir obdan kelgan omadni biroqli yo'qotib etdim. Qoyoqlag'ida uchirib etdim. Mahiraga hamon bir kuni tatqulog'im tatib qolasan dedim. Biroq menchu, menmi tatib qolamanmi? Menga omad ato qilgan Nusratning qisosi meni jim qo'ymaschu. Baxtsizlik bilan baxtlik yashashning chek-chegarasi hayotlikda qanchalik farqlanadi? Qanchalik oraliq ularni ayirib turadi? Buni odamlar o'zlari his qiladi. Lekin odamlarga shu narsa aniqki, bizning odamlarga bo'lgan tushunishimiz va ularning har xil qismatiga bo'lgan bahoyimiz odamlarning qishi bilan kirpik orasidagi oraliq o'xshash, shuncha yaqin va shuncha aniq. Dünya ko'z yoshiga ishonmaydi. Hayot ko'z yoshlar bilan o'zining rangarang mavjudligini texmo voyaga yetkazib qo'ydi. Odamlarning ko'z yoshlariga ishongan vaqtlari balkim ularning o'zining taqdiri ustida yangi boshdan o'ylanishga qarab yuzlangan bo'lishi mumkin. Behush yotgan vaqtlar uchun. Keldingizmi Mardan uka? Bizni voy quluploq turdiga zo'r qacha. Qani safaq kelib o'tiring. Anangiz sizga bir xalt qo'yib ketgandi. O'ltirib turaman, olib chiqib beray. Ma'u siz qoldirgan 100 go'y pul. Xaltitga keliringiz o'xshaydi. Opamlar naketganda zo'r qacha. Bir haftadan oshdi. Yurtga borimiz davatgan, ketib bo'ldi deyman. Biz mo bu uyni setayotgan edik. Apangiz bilan singlingiz shundoq ilojsiz qoldi. Apangiz bilan singlingiz bakli jafo tatib ketdi, ifkam. Ya siz qaytib kelmadingiz. Singlingiz kun yo'lingiz qaraydi. Apangizning salomatligimi kundan-kun nacharlashib ketibdi. Ularga ichingizmi og'rimidi, ifkam? Men ularga yuz kelmayman zo'r qacha. O'zingizning opisi bir tuqqan singlingiz turib pek qattiq qildingiz jumofkam. Uning ustiga har ikkingiz ayol kishi tursa. Men opamga yuz kelmayman. Singlimga yuz kelmayman. Ularning ko'nglini og'ritqachqa mush kunga qoldim. Apangizni izlab tepib, oldin obdan xabar olib duosini elang Mardamkam. Meni hech kim kechirmaydi. Hech kim kechirmaydi. Sizin bu qatim faqat to'g'ri qilmadingiz Mardamkam. Endi bo'lsin berib anangizni tepib, xatolig'ingizni tunib, rozi qilgan ishlarni qiling. Men opam bilan singlimga nima kunlarni samladim. Sizlar qo'shnilarni ko'rdinglar. Men ularga qanday yuz kelalayman? O'g'il bola bo'lgandan keyin bir uyni beqish majburiyatingiz bor. Ish qilib boqqanlarimni hech kim kechirmaydi. Meni otaning qilganimni hech qanday inson bolasi otasi qilmaydi. Xo'sh so'r qacha. Men qaytay. Rahmat sizga. Siz nima avar qildik? Uydagilarga yaxshi qarabsiz, holidan yaxshi xabar olibsiz. Sizning yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman zo'r qacha. O'zining bolasini kechirmaydigan otani yo'q ukam. Eng yaxshisi uyga qaytib keting. Xo'sh so'r qacha. Men qaytay. Ma'qulam Safkam. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Ma'qulam so'r qacha. Safkam, Xudoyim omonat.
bir burdunonga, bir ig'iz issiq uyiga, yurakni yoshartiradigan cheksiz onalik mehriga tashna ozodlik qildi. Yap-yeshil chim o'tlarga o'ralgan bahor mavsumining bir sahrida hayot haqida cheksiz xiyollarga kirib ketdi. Uning uchun bu dunyoning jimi lazzati va odam orzulaydigan barliq xo'shalliklari ashu har bir tishlam nonning dona uvoqlariga singib ketgan edi. Biz hayotga qanday muomalada bo'lsak, hayotmo bizga shunday muomalada bo'ladigan o'xshaydi. Biz izlagan va qo'g'lashgan reallik bizga o'zini qadamli bir ko'rsatib, biz qadrini qilmagan baxt va unutilg'usiz hayot kartinalarining go'zal aslamalari bilan ashu qadrlanmagan kunlarning uvoli uchun bizni qiynash kerak. Ko'z yoshlari sinib ketgan ochiq qismatlar ichida yuraklarning o'rtanishi turgan gap. Lekin u odam qalbini texmi qattiq o'rtab, yana qanday kechirishlarga duchor qiladi. Buni hech kim bilmasa kerak. Ko'z yosh bilan reallikning birdaklik ham ayrimlik ichida har birining o'z qonuniyati bo'yicha mangu almashish turishi dunyodagi har bir odamga berilgan eng zo'r sinov bo'lishi mumkin albatta. Bolam! Appa! Appa! Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Qani o'tir. Adash, nimaga mo'nib o'ldirib ketding? Qarsam, beshingga kun tushgan o'xshaydi. Hech nima bo'lmadi adash. Birasi bo'za qilmaganda? İştepesem işlemse, kuruluş yapıdığay iş. Ishlayman adash. Har qanday qilishsiz ishlayman. Konu kuruluşların çıkış etirtimiz var. Sepimizi qo'shilamsa. Qo'shilaman. Agar xohlasanglar. Men cho'qim xohlayman adash. Qachon boramiz? Men har qanday jafo bo'lsin chidayman. Qilni bermaydigan ya emas adash. Avval bormamsa. Bo'ladi boray. Bo'ladi. Her bir grupda 5'ten 6 adam var. Chataq yo'q. Qanday ish bo'lsa, men qila olaman. Ish bo'lsa bo'ldi. Mağandı kamsa. Mayli, mayli. Şöyle. Şöyle, mağayli. Sen mushundaq ishlarni mi qilding mi? Odam emasmikan sen avvalsa? Aptinga qarab odammikin debdimi? Ota-onasiga mushundaq muomala qilamdi. O'g'il bola emasmikan bu? Ota-onangni shunday qildingmi, ha? Aşı bichar singilni urding, opangni urding. Ya odammisan, mushalingga odammi, ha? Mushundaq ishlarim bor deb baldiroq desamamti bizga, ha? O'zingcha numus qilib qoldingmi, ha? Nima qilganing bu? Necha vaqtdan bir beshingni ichingga tiqib yursang, men texali yuvosh bola, qo'lidan ish qiladigan odam deb yuribman. Opang bilan singilingga shunday o'xshallikni qildingmi? Men shunchalik nachar ishlarni qilyaptim. Mening ularni oldiga berishga qandaqmi yuzim chidaydi, faqat chidamaydi. Og'inlar faqat chidamaydi. Og'ina, mushundaq ishlarni qilib yurdingmi? Og'ina, sen odammi, ha? Gap qila. Necha vaqtdan beri seni og'inimiz deb yuribdi. Ya Allah.
Ya Allah. Ben ezitdim ben. Rast ezitdim ben. Ben ezitdim ben. Burhan bilan baqa. Qanaqa ish qilmaydi ma. Gap qilam. Bo'ldi ish qilam. Ey baba, mushma o'qonlik qilmayapti. Mushma adam Ben ularga yüz kelenmeymen. Ularning qishiga qandoq barman og'illar. Men bak eskilik qilib qo'ydim. Men atgan yaxshilarga hamma ishni daftadim. Men endi qandoq qilaman? Dag'lar. Rasululloh ozg'unlik bo'pti bu. Hammamiz har xil tatbiqlarni ko'p tatgan bolalar. Neni jafolarni ko'rdik. İnsan bo'lgandikan buncha kishini ko'maydi degil olmaydi. Nima iloj endi? Sen bilan aqlini bo'pti qadash. Biz seni yo'lga sepib qo'yaylik. Bo'ldi, xizmatingga qo'limiz ko'ksimiz adash, xotirjam bo'g'in. Ag'illa, mardani yo'q sepib qo'ysa qanday? Bo'ldi, xotirjam bilan. Bo'la, men 100 qo'y, yordam qila qanday? Qanday deysizlar ag'illa? To'g'ri. Apangni izlab tepishing uchun mana biz yordam qilamiz. Seni yo'lga sepib qo'ymiz, qo'rqmag'in adash. Biz bor. Har qanday ota-ona bolasini kechirib o'tadi adash. Sen bunday yig'labli hech qanday ishni hal qilolmaysan, ha? Biz seni yo'lga sepib qo'yaylik, berib ulardan kechirim so'rag'in. Ulardan kechirim so'rab, holidan odan xabar olsang bo'lmaydi. Ana shu miyib singling bor ekan, ularning holidan xabar olsang, qanday qiladi ular, ha? Rahmat og'illar, rahmat. Men burun bu dertlerimni sizlarga aytishni o'ylagan edim. Lekin nima ish qilib diyamay keldim. Sizlar meni bu holtimni tushensanglar. Meni kechiringlar og'illar. Meni tushunishinglarni umid qilaman. Og'illar. Hey, bo'ldi. Qani, dasturxonni chiqa, ha? Buni yo'lga sepib qo'yaylik. Shunday qilaylik. Turaylik. Yo'lga sepib qo'yaylik. Tur adash. Maqra adash, bundaroq murtad degan bo'lsang, seni yo'lga sepib qo'ymamtoq, ha? Shuni deyma. Oldiroq desam Men bo'ldi. Gurjakni yelib olay, ha? Gurjakni olay. Ha, menlar. Shunday qilib, bizning bu og'inimiz to'g'ri yo'lga qaytdi deyli, ha? Xotirjam bo'lgin adash. Qanday qishing osmoni biz bor. İşlerini qilivagin, xotirjam bo'l. Adash, burningga bir qitim suv kirgandikan, endi har holda diqqat qilib yashasa, bilamda? Odamlarning bu dunyodagi hikoyalari go'yo o'zlari boshdan kechirgan nurg'un kechirmishlarga o'xshash bir-biriga ulinib boradi. Hayotlikdagi nurg'un ishlarga ba'zilarimizning aqli yetadi, ba'zilarimizning yetmaydi. Biz odamlar vujudidagi bu hikoyalar orasidan o'zimiz uchun ahamiyati bor deb qaragan zarur ahamiyatli hikoyalarni tanlab chiqib, ular ustida astoydil o'ylanadigan ham muloyiza yurgizadigan bo'lsak, yana nurg'un hikoyalarga erishamiz. Bizningcha, mana bu biz izlayotgan yana bir yangi hikoyalarimiz bo'lishi mumkin.